yotgan urug'ga jon kirib, yerdan unib chiqib, rangli gulga aylanganini ko'rmadingizmi? Nahotki guvoh bo'lmasangiz, eng kuchli qo'shinga ega komandirni tasavvur qiling. U askarlarga dam olishni buyurdi. Sizningcha, u mana shu askarlarni bir ovoz bilan qayta birlashtirib olishi mumkin emasmi? Xuddi shuningdek, Alloh ham insoniyatni ko'plab omillar bilan yaratgan. Ona qornidagi bolani kerakli ozuqalar bilan ta'minlaydi va shu orqali chaqaloqni yaratadi. O'limdan keyin jasadlarimiz chirib, yer ostida tarqalib ketganidan keyin u zot bizni qayta tiriltira olmasligi mumkinmi? Xuddi oyatda aytilganidek, avvalgi yaratishda ojiz bo'ldikmi? Odamlar qabrlardan qo'rquv bilan uyg'onishdi. Xuddi chuqur uyqudan turgandek. Yalang'och va yalang oyoq bir tomonga qarab shoshilishmoqda. U kunning dahshatidan kishi yonida kim ketayotganini bila olmaydi. Hech kim nima qilishni bilmaydi. Xuddi chigirtka kabi har tomonga qochib yugurishmoqda. Ular mana shu kun haqida ogohlantirilgan edilar. Ular qabrlardan ko'zlari qo'rqinchga to'lgan holda xuddi yoyilgan chigirtkaga o'xshab chiqib kelurlar. Iymon keltirmaganlar shunday dedilar. Bugun imtihon kuni. Allohga osiylik qilishdan uzoqda bo'lgan mu'minlar mag'rurlik va quvonchli yuz bilan markablarga minib yurishadi. Ammo Qur'ondan yuz o'girganlar esa mahshar maydoniga yuzlari bilan yurib kelishadi. Ba'zi yuzlar nur chiqarib porlaydi, boshqalari esa o'zidan chiqqan terga botadi. Odamlar ilojsiz qolib yaqinlarini qidira boshlaydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ular bir-birlaridan qochishadi, chunki ular faqatgina o'z jinoyatlaridan qutulib qolishni istaydilar. Gunohkor o'sha kun azobidan qutulish uchun o'z bolalarini ham, xotini va aka-ukasini ham va uni o'ziga olgan qabilasini ham va yer yuzidagi jamiki kimsalarni ham fido qilishni, so'ngra o'zi najot topishni istaydir. Meni qo'yib yubor. Istasang ayolimni ol yoki do'stlarimni ol. Bu dunyoda kim bilan do'st bo'lgan bo'lsa va kimni tinglagan bo'lsa, qiyomat kuni o'sha odamlarni qidiradi. Agar bu do'stliklar yovuzlik yo'lida bo'lsa, kishi ularni topishi bilanoq yoqasidan ushlaydi. Yerda sen bilan birga edim. Sen nima desang shuni qildim. Endi nima qilishimni ayt. Ular bir-birlaridan yuz o'giradi. O'z izdoshlarini ko'rishni ham istamaydi. Unga ergashganlar esa pushaymon yeydi. Uning izdoshlari shunday deydi: "Qani endi bizga bir ortga qaytish bo'lsa edi. Bizdan tonganlaridek biz ham ulardan tonar edik." Sekin-asta ba'zi odamlar esingizga keladi. U odamlarni sizda haqqi bor, ammo ularni ko'rishni istamaysiz, lekin qocha olmaysiz ham. Barcha insoniyat bir qatorda saflanib turadi. Ana endi